Hemen yemeğime gittim. Baklajan sezonu başlandı. Demek baklajandan yangicha salat tayyorlashni o'rganamiz. Baklajanlarimizni timalak etib doğrab olamiz, duz solamiz. Sovuq suvda yarım saat ustini beklab chetda olib qo'yamiz. Yarım saatdan keyin baklajanlarimizni qo'limiz bilan yaxshilab siqib olamiz. Gazni past qo'yib, yog'ni solamizdan yog'imizni qizdirib qo'yamiz. 2 tuxumning o'rtasidan yorib beramiz. Baklajanlarni tuxumga aralashtirib, non talqonidan batiramizdan qizib turgan tavamizda baklajanlarimizni xo'shroq qovurib olamiz qiziljanlar. Qizil karam, oq karam, pomidor, bodring, bolgarskiy burchlar, kinza, ukrop, petrushka, go'k piyoz, chesnokni cho'rkadan chiqarib olamiz. Sousini qaranglar. Mayonez, araydi sousi bilan aralashtirib shunday neobычный tam bir mazali bo'ladi ekan. Hamma masalliqlarimizni aralashtiramiz yengillatib. Bir marta tayyorlab ko'ringlar, обязательно meni atib ketinglar. Müsaade etsene. Baklajanlı salatam yıkılımda aşk baratımın müsaade nasıl sade. Ama bakacağım mesela.